Tepasi ziborkasiz, to'lqinlari esa saldatdek terilib turayotgan fasonni qanday formadan foydalangan holatda bichib olamiz. Qarang, etak qismimizni endi 50 sm, mana shu 50 dan bo'lamiz oldiga, har qanday uzunlik oldiga bo'linadi. Ichida qoldiq ijobatga olinmaydi. 8 o'zi biz uchun yetarli. Endi men aynan mana shu ko'rinishni matoda tushuntirib o'taman. 5 santimetrli matoni 4 buklov holatida olamiz va aynan 8 santimetrdan o'rta markazdan chizib chiqamiz. Keyin esa yubka uzunligini 17 santimetrdan qilib belgilab chiqasiz. Darslarim sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Bichayotgan vaqtimizda faqat mana bu chizig'imizdan 1 santimetr ichkaridan qirqishni unutmaymiz. Mana tayyor holat. Agar siz aynan tukli matoda ishlayotgan bo'lsangiz, tukuni pastga qaragan tomonini ikkiga bo'lib olasiz. Shunda mana bu o'rta tomoni esa tuki tepaga qaragan holatda qoladi. Mana biz aytgan natija va bu natija albatta 50 santimetrni beradi. Qarang, ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. 50 santimetr.